Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu CAR-T hujayrasi orqali rak kasalini davolash degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi mushu CAR-T hujayrasi orqali davolashninki qandaq bir davolash ekanligi, uni qaysi rak kasalliklariga qo'llanadiganligi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Bu bir yeni davalash, ya'ni rak kasalini davalashda eng yeni bo'lgan davalash usuli bo'lib, bu odatda mushu rak kasalini gen bilan davalash doirasiga kirdi. Endi bu yerda CAR T cell yoki CAR T hujayrasi degan aslidagi qandaq bir gap degan vaqtida bu yerda CAR degani chimeric antigen receptor. T cell degani albatta T hujayra. Bu chimeric degan gap nima degan gap deganda bu chimeric degan gap aslidagi mushu Gretsiyaliklarningki qadimqi mushu beshi odam badani hayvon yoki sher yoki ot degandagidek ashunda g'alita rivoyatlardagi mushundaq bir xil narsadan kelgan so'z bo'lib, buningki asosliq ma'nosi nima degan vaqtida mushu ikki xil hayvonninki ikki xil yoki undan ortiq hayvonninki birikmasidan tuzilgan degandagidek bir ma'no beradigan so'z. Endi bu chimeric antigen receptor T cells deganni biz Uyg'urcha, biz o'zimiz tushunarlik til bilan ifodalasak, qandoq ifodalash mumkin degan vaqtida buni men tövəndagidek ikki xil usulda tarjima qilib baqdim. Birinchisi bu antigen qo'bullug'uchi kirgizilgan T hujayra. Bundaq deyishimdan sabab T hujayraningki o'zininki mushu o'ziga xos antigen qo'bullug'uchisi bo'lib, buningga yana sun'iy holda sirtdan mushu antigen qo'bullug'uchi kirgizgan. Ya'ni bu yerda T hujayrasining o'zining antigenisi bilan sirtdan boshqa asli T hujayraga tava bo'lmagan antigen qo'bullug'uchidan birini kirgizganlik bo'lganlik uchun buni chimeric, ya'ni o'xshamagan ikki xil narsani birlashtirgan degan ma'no berganlik uchun men buni antigen qo'bullug'uchi kirgizilgan T hujayra deb oldim. Yana bir atilishda bo'lsa, aralashma antigen qo'bullug'uchi T hujayra deb oldim. Bunda deyishimdan sababmi, men yuqorida deb o'tgandagidek, bu T hujayradagi aslida mushu qo'bullug'uchi, antigen qo'bullug'uchining sirtidan, ya'ni boshqa asl T hujayraga tava bo'lmagan bir antigen qo'bullug'uchini kirgizganligi uchun men uni aralashma antigen qo'bullug'uchi T hujayrasi debmi atadim. Bu xil davolash usulini Amerikada 2017-yili tasdiqlagan bo'lib, 2018-yildan boshlab rasmiy davolashga, insonlarni davolashga qo'llanilgan. Ya'ni bu xil davolash usuli asosliqi davolash qiyin bo'lgan, ya'ni kontrol qilish tez bo'lgan va yoki davolashdan keyin qayta qo'zg'algan qon raki doirasidagi raklarni davolashga qo'llanildi. Faqat shu qon raki doirasida oq qon raki yoki limfa raki yoki ilik raki degandek shu qon bilan munosabatli bir qism raklarga qo'llanilib kelmoqda. Endi bu CAR-T hujayrasi orqali davolash qandaq bir davolash, uning jarayoni qandaq bo'ldi degan vaqtida men buni bu ko'rayotgan rasmlar orqali eng oddiy tilda tushuntirishga tirishman. Birinchi qadamda shu davolamoqchi bo'lgan bemordan qon ilib, u qondagi
T hücrelerini ayırıp çıqqandan keyin qolgan qismini bemorga qaytarib berdi. Andan keyin bu ayırıp chiqqan T hücreni mushu tajribaxonada uning gen alayligini o'zgartish, ya'ni mushu T hücre ustidagi mushu antigen qo'bullovchiga yana boshqa mushu chimeric antigen receptor, ya'ni CAR degan mushu aralashma antigen qo'bullovchini sun'iy usulda, ya'ni uning gen alayligini o'zgartish orqali bu qo'bullovchini T hücresiga qaytib kirgizish orqali CAR T hücresi barpo qiladi. Ya'ni aslidagi bemordagi normal T hücreni mushu CAR T hücresiga o'zgartadi. Ya'ni men yuqorida deb o'tgandagidek mushu chimeric, ya'ni sirtdan qo'shgan yoki aralashma antigen qo'bullovchini bemordan olgan T hücresiga kirgizish orqali bu CAR T hücresi barpo qiladi. Hamda bu yerda barpo qilingan T hücresiningki soni nihoyatda cheklik bo'lganligi uni bemorga bevosita bergan vaqtida bemordagi rak hücrelarining hammani o'ltirishga yetmaganligi uchun uni davomli holda tajribaxonada beqib ko'paytirdi. Bu T hücresininki, ya'ni CAR T hücresininki soni ko'payib ma'lum songa yetgan vaqtida undan keyin bemorga qon bergandek bu T hücreni bemorga qayta soladi. Bemorga bu CAR T hücresi qayta selingandan keyin u T hücresidagi mushu chimeric antigen receptor, ya'ni aralashma mushu biriktirilgan yoki aralashma uyg'urcha nima deb elishni toza yaxshi bilmaganligim uchun men yuqoridagidek ikki xil tarjima qilgan mushu kirgizilgan yoki sun'iy holda kirgizilgan mushu antigen qo'bullovchi bu rak hücrelari bilan birikib, ya'ni qulpi bilan ochqichga o'xshash birikib u rak hücrelerini o'ltirib tashlaydi. Shuning bilan bu rak kasalini davolash maqsadiga yetkili bo'ladi. Undaqda bu davolash usullari hozir qaysi xil raklarni davolashga qo'llanayotidi deganda, men yuqorida o'tgandek bu davolash nihoyatda yangicha davolash bo'lib, eng dastlabda Amerikada 2017-yili tasdiqlangan, 2018-yildan boshlab birinchi va ikkinchi kasalga rasmiy qo'llanilgan, ya'ni birinchisi cho'ng B hücre limfa o'smasi, ikkinchisi B hücre limfa o'smasi. Uningdan keyin bu davolash doirasini uzluksiz kengaytib, hozir bu yuqorida ko'rsatilgandagidek 6 xil kasalga bu xil davolash usuli qo'llanilmoqda. Ya'ni uchinchisi jiddiy xarakterlik limfa o'smasi oqqan kasali, to'rtinchisi mant hücresi limfa o'smasi, beshinchisi xaltiliq limfa o'smasi, oltinchisi keng ko'lamlik ilik o'smasi, ya'ni multiple myeloma. Bu kasal 2021-yili 3-oyda bu kasalni davolashga qo'llanilgan bo'lib, hozir shu 1 yildek vaqt bo'ldi. Shunlashqa bu kasalni bu xil davolash usuli bilan davolagan vaqtni qisqa bo'lganligi uchun uningki uzun muddatlik unumi texi aniq emas. Shundaqdimi bu mushu 2018-yildan boshlab davolash ilib borgan bir qism bemorlarda nihoyatda yaxshi unum berganligi ma'lum. Hamda bu davolash bir yangicha davolash bo'lganligi uchun hamda kishilar eng ko'ngil bo'ladigini yolg'iz uningki unumi bo'lib qolmasdan balki uningki aks ta'siri, ya'ni kishilar bu xil davolashni qabul qilishdan burun balkim buniki qandaq aks ta'sirlari bor
deb shuni bilishga qiziqishi mumkin. Bu xil davolashninki ko'p uchraydigan aks ta'siri birinchisi yuqori qizitma, zukam, nafas qiynalishish. Bu mushu davolash keltirib chiqaradigan eng ko'p uchraydigan aks ta'sirining biri. Ikkinchisi qattiq ko'ngli aynish, qusish yoki ich surish. Bu odatda rakni davolashdagi boshqa davolash usullarida ko'riladigan aks ta'sir. Uchinchisi bosh qiyish, bosh og'rish, ko'z to'lishish. To'rtinchisi yurak so'qishi tezlashib ketish. Beshinchisi harg'inlik his qilish, muskul va yoki bo'g'im og'rish. Oltinchisi qaymoqish, gangrash, oson ochiqlanish. Yettinchisi tutqoqlik kasal qo'zg'alish. Sakkizinchisi titrak besish yoki titrash. To'qqizinchisi so'zlash va tushunish qiyinlashish. O'ninchisi tangpungliqni yo'qotish. Bu mushu xil davolash paydo qilish ehtimoli bo'lgan ko'p uchraydigan aks ta'sirlar. Undan boshqa bir qism aks ta'sirlar yuqorqi aks ta'sirlar ko'p uchirmasimi, lekin bu aks ta'sirlar biroz ig'ir bo'lganligi uchun buni ayrim alayda ta'kidlab o'tishni to'g'ri ko'rdim. Birinchisi hujayrani bemorga qayta berish jarayonida, ya'ni yuqorida men o'tgan mushu o'zgartirilgan mushu CAR-T hujayrasini bemorga qayta berish jarayonida allergiya paydo bo'lishi mumkin. Bu allergiya qandaq allergiya degan vaqtida buni oldin tasavvur qilish qiyin. O'xshamagan odamlarda o'xshamagan turdagi allergiya paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchisi qondagi mineral moddalarning normalsizligi, masalan kaliy, natriy yoki fosfor miqdorining to'lab ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchisi immunit kuchi ojizlab ig'ir yuqumlanish xavfini paydo qilishi mumkin. To'rtinchisi qon hujayralarining soni to'vallab ketishi, natijada yuqumlanishi, og'riqlik va qonash xavfi ishib ketishi mumkin. Bu nisbatan oz uchraydigan, biroq biroz ig'ir bo'lgan aks ta'sirlari. Bugungi bu CAR-T hujayrasi orqali shu qon rakini davolash to'g'risidagi leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Bu bir yangi turdagi davolash bo'lganligi uchun men qarindoshlarga ozroq tushuncha berib o'tay dedim. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Alloh hammamizning tinini salomat qilsin. Ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.